Bu olam o'zgacha bir fayz. Muslimlar ko'ksida qalqib yuradi. Sizni kutmoqlik bizga rufayz. Azlar yaxshi kuni, to'ylar muborak. Azizlarim, hurmatli yurtdoshlarim, hurmatli ko'hnargan shimeli, bugun hammangiz tabriklab, to'ylar muborak deya ushbu to'yxonaga tashrif buyurgan ekansiz. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymasdan, kechamizning sababchilari, kelinchoylari, Layli, Majnun, Tohir, Zuhrolarini ajoyib kelin qo'shiqlar bilan o'rnimizdan turgan holda chiroyli qarsaklar sadolar ostida kelinchoyni kutib olsak, mehmonjonlari chiroyli kelin kayfiyat bilan kechamiz sababchilari, kelinchoylarni davramizga taklif qilamiz. Qutlug' bo'lsin qadamlar, asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xiromaylab, humo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yor kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib, andishayu odob degan sarpo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yor kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Uzukka ko'z solgan misol kuyov bola yonida, go'yo kuyov Tohir bo'lib Zuhro bilan kelibdi. Sevgi baxtin ko'z etar, ko'z tegmasin baxtiga. Sevgi baxtin ko'z etar, ko'z tegmasin baxtiga. Boshiga baxt tushib olib, humo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yor kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Bo'lib kelgan bo'lsin ne mo'min, bu dargohdan ketmas bo'lib kelgan bo'lsin ne mo'min. Yuragida tupaymon vafo bilan kelibdi, nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib, andishayu odob degan sarpo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yor kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Yor kuy qo'shiqlari sadosi bilan shu uyning muhabbat vafosi bilan qadam qo'yding, izing gullarga to'lsin, kelinchak oq libos muborak bo'lsin. Mo'nis qaynonangni qilgancha mushtoq, garchi sog'intirding, sog'indi biroq, bugun ayrib bo'ldi, ayrilib firoq. Misli kamoling bir darak bo'lsin, kelinchak kuyov senga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlarim, mana bugun Ko'hnargan shim xalqining hamma ardoq qilgan, hamma hurmat qilgan
hamma tanigan bilgan xonadonlardan biri. Ya'ni Xudoyberganovlar oilasida Yarliqob otamiz Tozagul momamizning nabirasi, Qadamboy akamiz, Gulbahor onamizning bo'lsa, ko'zi qarasi farzandi bo'lgani, butun xalqimizga, yurtimizga xizmat etgan ajoyibgina ukamiz Azomatjon hamda Shohidaxonlarning nikoh oqshomida sizlar bilan diydor ko'rishmoqdamiz. Keling-ku, avvalambor sizlarga insonchining zarur bo'lgani sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt va saodat. Saodat va baxtdan esa dorli muhabbat tilab qolamiz. Ana shu bilan birgalikda ahillikni, totuvlikni, vafoni, sadoqatni tilaymiz. Qo'shiq farzandlar sizlarning hamisha murohingiz, yo'ldoshingiz bo'la bersin deymiz. Keyinlarni mana shunday ajoyibgina nikoh oqshomini ochib bermoqchi. Shu xonadonning eng hurmatga savar ega insonlardan yosh katta akamiz O'rinboy akamizni katta hurmat ehtirom bilan davramizga taklif qilamiz. O'rinboy aka, avvalambor kechamizning sababchilari, kelin-kuyovlarga bir og'iz shirin baxt, uzoq umr, baxtli hayot tilagan holda kechamizni ochiq deya e'lon qilsangiz. Oshpaz akamiz O'rinboy aka, davramizga kelasiz. O'rinboy aka, keling eshik yonida turib qolmasdan. Boriga shukr qiling, yo'q kelsa sabr, iymoningiz nafsdan topmasin jabr. Bog' bo'lsin desangiz, sohrai kabr, bola ko'zi bilan ko'ring dunyoni. Hurmatli do'stlar, mana bugun Qadamboyimiz bilan Gulbahorning mana bolalar uylanadigan, Xudoyim bolalar baxtli bo'lsin. Ota-onasiga xizmat buyursin. Hamma xonadonda shunday yaxshi o'yinlarda o'tirmoq nasib etsin. Mana to'yda yar do'stlar hazilib yeb-ichib o'tirmoq, yeb-ichib o'tiringlar. Hamisha to'ylarga boring. Yaxshi o'yinlarda o'tiring. To'ylarimiz bilan ochiq arqani yeb-ichib o'tirmoq nasib etsin. Rahmatimiz O'rinboy aka, tilagan ijobat bo'lsin. Sizning xonadoningizda shunday yaxshi kunlari, to'ylar bermoqlik, o'g'illantirib, qiz chiqarib, oqtiq cho'liq rohatlarni ko'rmoqlik Alloh taolo o'zi nasib aylasin deymiz. Azomatjon, kayfiyatlar qalay? Yaxshimi? Azomatjon, tanafsiz xuddi oyda kelinchakni. Va misol quyoshdir guldir, va misol Zuhro yulduzi. Albatta qancha ta'rif etsak ham ozdir. Azomatjon, ochib qo'ying Shohidaxonning husn-chiroyida teng yo'q. Farishta misoli yuziga qarab, oppoq ro'moli. Do'stlar, ersu bormisiz? Erkin studiya yigitlari, qarsak bo'lsin. Kelin pasho, Azomatjonga chiroylikina bitta ta'zimlar qilib qo'ying. Qiz bola dardini hech kim tinglamas. Hattoki so'ramas. Xaloq-holini qiz boran deydilari, palaxmon toshi, o'nga dalda bo'lgay umr yo'ldoshi. Aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, avvalambor mana bugun sizlarning xizmatingizda elimizning, xalqimizning eng katta, eng hashamatli to'y ko'shlaridan biri Oltin asr to'y ko'shlasi bugun sizlarning xizmatingizda. Xalqimiz, elimiz, yurtimiz sevgani, ardoqlagani betakror ovoz sohiblari, eng asosan Ravshanbek Ametov hamda ko'qnargan ishimizning barcha sozandagi raqqosalari bugun sizlarning xizmatingizdadir. Mana shunday kunlarning esarli kadrlarga, videolarga muhrlaydigan bo'lsa, shaxsan Azomatjonning hamkasblari mana shunday bir kasb orqasidan rizq nasibat terib, oila boqayotgani. Mana shunday yurtimizning eng oldi video studiyasi Erkin video studiyalar bugun sizlarning xizmatingizda. To'y boshlanidan oxirigacha barchangizga yugurib berib xizmat qiladigan, qo'llarini ko'ksiga qo'ygan holda neki ish bersangiz faqatgina labbay deya xizmatingizda shaytoradigan Mashhura xonimning bir-birdan chaqqan ba'zan yigit qizlari bugun sizlarga ochiq ta'rif qiladi. Eng avvalo bo'ladigan kuy qo'shiqi, kelin-kuyovlarni muhabbat raqsiga vorisga taklif qilamiz. Ko'zlar sokin, bir hayajoni jimirlashib ketadi tanlari, muhabbatni ermakda bo'ylari, muhabbatdan tug'ilmaganlar.
Yüz bursa ham bizdan jahon majburlasin kechmayman birdan axir senlar tirikman nishon yoningdaman nima bo'lsa ham yoningdaman nima bo'lsa ham ishqsiz qadam tashlolmayman hech tushun hatto yasholmayman hech sensizlikka chidolmayman hech yoningdaman nima bo'lsa ham tabiatning o'rtasida koinotlar orasida eng go'zal sensan eng go'zal sensan baxt qasriga birga yetamiz bor g'amlarni yengib o'tamiz ketar bo'lsak birga ketamiz yoningdaman nima bo'lsa ham yoningdaman nima bo'lsa ham yillar o'tib ishqdan to'ysang so'ng yuz burib bag'rim o'ysang mayli chiday sevmay qo'ysang yoningdaman nima bo'lsa ham gar taqdir ham yog'dirsa balo holingni deb kuyinma aslo qo'rqitolmas yo'qchilik hatto yoningdaman nima bo'lsa ham tabiatning o'rtasida koinotlar orasida eng go'zal sensan eng go'zal sensan Kelinko'larga bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Ersu bugun negadir sizlarning kayfiyatingiz yo'qroqmi? Azamatchoning mana shunday eng baxtli kunida, nikoh onlarida chiroyli guldiroz bitta qarsak bo'lsin axir. Salomat bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu o'ng tarafga hamma opajonlar yig'ilib o'ptimi? Chap tarafimiz faqat yoshlar, o'ng tarafimiz onaxon va opaxonlar. Opajonlar, mana shunday chiroylikgina kechamizni bitta chigal yozda qilgan holda chiroylikgina kayfiyat bilan boshlaylik. Mehmonjonlar, eng asosiy mana shu o'ng tarafda o'tirgan opalar meni ham xonadonimda mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin deganlar. Opajonlar, qo'llaringiz boshmi? Kelinko'larga bitta chiroyli qarsak bo'lsin. O, to'rda o'tirgan opalar. Qo'llaringiz og'riryaptimi? O'tmadi bu. 1, 2, 3. Bor ekansizlar. Mana shu opamiz qichqirib ham yubordi. Xudo xohlasa, yaqin orasida ham xonadoningizda to'y bo'ladi. Inshaalloh. Azizlar, hurmatli mehmonjonlar, endi mana shunday chiroylikgina nikoh onlarimizni ajoyibgina tilaklari, orzu-niyatlar ila davom ettiramiz. Davraga kelin-kuyovlarning eng yaqin do'stlarini, dugonajonlarini nikohiga guvohlarni taklif qilamiz. Yigit og'asi Sviter Pomoshnik do'stlari
hamda Shohidaxonning eng yaqin dugonajonlari. O'rningizdan turarga turibsiz, davramizga ham bitta chiqib boring. Ko'tar do'stlarim, xush kelibsizlar. To'ylarim muborak bo'lsin. Kerim muborak bo'lsin. Azamat Jo'ra Shahidi bilan bir-biriga baxtli. Yo'q, qanat. Senga to'pda sevgi katta. Jigar baxtli bo'l. Ata-onangga xizmati yurg'ay Allohjon. Kular yuzing so'lmasin. İşlaringga ustunlik. Moskvada yurgan bog'lar, Turkda yurgan bog'lar hammasini atından baxtli bo'l. Zafar Jo'rada gap diyecek xotirim. Jigar gapla. Gapla. Azamat Jo'ra baxtli bo'l. Bir-biriga. Ata-ona xizmati yursin. Eng yaxshi sevganlarning biri bo'lgaysan. Baxtli bo'l jigar. O'zing bilasanmi? Ayt. O'zi biladi. Tushunmay turibdi. Azamat baxtli bo'l jigar. Jigar sondan qo'rqa. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Ha? Jigar baxtli bo'l. İşlaringga ustunlik. Hamisha ishda yurgaysan Allohjon. Kular yuzing so'lmag'ay. Joning sovug'ay. Ata-onangga xizmati buyurg'ay. Kelinning. Sovol. Jigar baxtli bo'l. Bir umr xizmat qilishsin. Nasib bo'lsa endi shu kunlarda 5 to'yga o'tiramiz Xudoyim. Baxtli bo'l Jigar. Men gapga Ko'tar do'stlari, salomat bo'ling, qizlar. Xush kelibsizlar. Shahida baxtli. Shahida baxtli. Tilangan barcha tilaklar ijobat bo'lsin. Hamisha o'zlaringizga ham tilagan eng yaxshi tilaklaringiz hamroh bo'lsin deymiz. Bu davraga Ko'tar Azamatjonning 7 yoshdan qadrdonlari, barcha sinfdoshlarni, yigitlarni, qizlarni, kelgan bo'lsa ustozlarni, shular qatorida barcha qurdoshlarni ham taklif qilamiz. Sinfdosh do'stlari, qurdosh do'stlari, davraga tushasiz. Hova! Qani kelamiz. Yurtimizning eng oldin mard yigitlari, yurtimizning hurliqo go'zal qizlari, barchasi Azamatjonning sinfidadir. Davraga taklif qilamiz. Azamatjon, Ko'tar, shuncha qizlar orasida biroz iz o'qidingizmi? Sinfdosh yigitlar yo'qmi? Keling, barcha sinfdoshlari xush kelibsizlar deymiz. Azamat bir-biriga baxtli. Azamat baxtli. Klassdosh baxtli. Azamat baxtli, ata-onangga xizmat yursin. Azamat Jo'ra baxtli bo'l. Azamat Jo'ra baxtli bo'l. Bir-biriga qo'shgan bilan qo'shaqari. Ata-onangga xizmati yursin. Qani maqsudday, men aytmak kerak emas. Rahmat deymiz barcha sinfdoshlar, yigitlar, qizlar, tilangan tilaklari ijobat bo'lsin. Sovg'alar bor. Toshashga ruxsat beramiz. Maestro sozlar bilan Azamatjonning to'yida alohida hurmatga ega insonlar, qurdoshlarni alohida davramizga taklif qilamiz. Do'stlari, qurdoshlari, jo'ralari, kelinlari, bormisiz? Barcha do'stlari, qadrdonlari, qurdoshlari.
Qurdoshlari, xush kelibsizlar. Kela muborak bo'lsin. Azamat Chora baxtli bo'l bir umrga. Azamat bir umrga baxtli bo'l. Azamat Jo'ram baxtli bo'l. Kelini xizmati buyursin. Azamat Chora baxtli. Azamat Jo'ram baxtli. Ata-onaning xizmati yursin. Baxtli. Shama. Azamat Chora baxtli bo'l. Chora baxtli bo'l. Va? Jigar baxtli. Qo'shqan bilan qartaysan. Baxtli. O'zim aytsammi akay? Jo'ram baxtli bo'l. Qo'shqaning bilan qo'sha qari. Ota-onangga xizmat buyursin. Nastiriyang yaxshimi mana? Voy! Ay kichkinagina she'rimiz bor edi endi. Yomon ko'rmaysan. Oppoq libosda kelin turar yaltirab, azik jo'ram negadir ketayapti qaldirab. To'ydan 2 oy o'tib, azikni kuydiraverasiz, o'zini kirni o'ziga yuvdiraverasiz. Do'stim supurib orting, ertalab vaqtli turing. Ha deb chuqur kavlamay, ko'chaga ham chiqib turing. Ota-onang shod bo'lar, dushmanlaring mot bo'lar. Qizlaskarlar endi yot bo'lar, kuyovlik davri keldi. Baxt kechalari yotmading, ne qizlarga gap otmading. Qizlaskarga xiva choyga qatnading, kuyovlik davri keldi. Baxtli bo'lgin iloyim, qo'sha-qo'sha farzandlar bersin senga Xudoyim. Birinchisi o'g'ilmi yo qizaloq, nima bo'lsa ham 9 oydan keyin enga desin chaqaloq. Ozodani erga uzatding, Azizani turkka kuzatding, Komilani mehribonni asalni yuragini muzlatding. Do'stim baxtli bo'lgin iloyim. Qancha sanamlar ortingda yurdi. Ba'zilari yetolmay qattiq yugurdi. Qolgan qizlarni qo'lidagi guli bugun quridi. Do'stim baxtli bo'lgin iloyim. Senga yetolmay qizlarni ko'zi yosh bo'lar. Yoningdagi yoring qalam qosh bo'lar. O'ng qo'ling, chap qo'ling endi bosh qolar. Kuyovlik davri keldi. Kunlar qiziq o'tyapti, havo isib ketyapti. 4-5 soat qoldi deb azik xursand bo'lyapti dedi. Atirgul gul bo'lsa, ochilib tursa, hidlari har tomon sochilib tursa, go'zal yoring bo'lsa, yoningda tursa, o'pganingda quchoqlab yana deb tursa. Gorka jigar. Sheral jo'ram istig'am sal birozroq gapir ekan. Va? Jigar baxtli, ota-onaning xizmati buyursin. Eng yomon kunlaring shundan ham yaxshi oy. Do'stim, bugun biz ham sizdan ayrilib ham qolyapmiz. Boydog'imizda biz hali sizga havas qilyapmiz. Do'stim, endi unuting ko'chadagi qizlarni, o'sha ismi bilan bonu qora ko'zlarni. Yolg'izlikni xushlaydi, ko'ngil ezi xushlaydi. Chap qo'lga ish tushmaydi, kuyovlik davri keldi. Avval yoqib ketadi, keyin bezor etadi, kunlayikda yetadi, kuyovlik davri keldi. Uylandim deb kerilmay, tong saharda turaver, hadeb chiqur ko'lurmay, ko'chaga ham chiqaver. Do'stim qadri bilinar, Pepsi, Fanta, kolalarni uylandim deb unutmaysiz, osharatni, jo'ralarni. Jo'ram, uylanmangda yo'qoldim, ko'chaga chiqib qoldim, olmasin. Jigar. Общего, Zafarning otini ham Gorka.
Baxtli ol jigar. Salomat bo'ling. Kavtara sirdoshim deya hamma sirlaringiz aytib qo'ydingiz. Endi mana bugun nikoh to'yingizda birma-bir sanab qo'ydi, ko'rdingizmi? Kelin posham ming'ir qilmasin, Azamatchoning boshini og'irtmasin, kechasi tong saharlab turib, mana shu Azamatchoning boshidan pichanak chaqmasin. Mana shu Kavtarning eng aql foli do'stlariga, ersi yigitlar bitta qarsak bo'lsin. Do'stlari qarsak bormi? Davramizga endi ko'hnarganchim bozorchilarni taklif qilamiz. Bozori bor elning xalqi jamoati to'xtayishadi. Davramizga barcha bozorchilarni taklif qilamiz. Yurtimizning eng oddiy bozorchilari, kommersantlari, olib sotarlari davramizga taklif qilamiz. Mana shu bozorchi kommersantlar qatorida hurmatli ustozimiz Qaqa og'amiz ham bor. Uni ham taklif qilamiz. Barcha kommersantlar, bozorchilar qatorida tashrif buyurgan. Kommersantlar qani chaqanashamiz. O'rimizdan turgan holda tezlashib yugurib yetib kelamiz. Elimiz xalqimiz orasida eng hurmatli hamda ajoyibgina so'z ustasi, hurmatli ustozimiz Qaqaga xush kelibsizlar deymiz. Kelin muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz adamlar, hurmatli mehmonlar, akşamınız hayırlı olsun. Arkadağlı yurdumuzda mehrivanlar toylar oluşan şunum. Hemmemizde ma'lum olşanlığa adama tegdimeden bağıt toyu, adama şan bağıtlı olun, bağıtlı yaşan toyunuz kutlu olsun. Canınız sağ olsun, ağzır maşgalanızda, ilinizde gününüzde toy olsun toylarım. Arkadağlı serdarımızın sayesinde dine devamlı olsun. Yerine düşenler çekilen azap, öz sayılan yarına öylününden son. Hicranın torunundan bolorsun azat, öz sayılan yarına öylününden son. Köp karışıptık vadalı yerde, vaktinde qiyid gelmeyen koyurdu derdi. Anıqa bugün sülmürep, otur ol tördü, öz sayılan yarına öylününden son. Koşlarınız ile koşakardan canınız sağ olsun, sevginiz tek, nikahınız iki tek olsun, ağır yükleriniz, ağırınız olsun. Avvalambor assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz Gulbaharimizning kelin to'yida o'tirgan ekanmiz. To'ylari qutlu bo'lsin, qo'shqani bilan qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin. Birovi navbatday, birovi shokoladday bo'lib, baxtli semiya bo'lib yetishsin. Padarkalarimizdan bor. Assalomu alaykum. Davra qatnashchilari, mana bugun Qadamboy bilan Gulbaharning kelin algan to'ylarda o'tirgan ekanmiz. Azamatga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Shu yash hamisha o'ynab kulib, shu qaynota, qayninasina xizmatlarini yetib yurgay Xudoyim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz do'stimiz Gulbahor hamda uning Gulbahorning nikoh to'yida o'tirayotgan. Baxtli bo'lsin yekesh. Yaşga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Gulli chiqqan kelinlaring qutlu bo'lsin, xizmatlari buyursin. Qadam aka, Gulbahor opa, to'yingiz qutlu bo'lsin, Azamat baxtli bo'l. Padarkimiz berib ruxsat. Kommersantlar nomidan ajoyibgina sovg'alar bor. Toshishga ruxsat beramiz. Shohidaxon, ta'zim qilib egilib qo'yamiz. Mana shunday yaxshi kunlar uchun atagan sovg'a salomlaringiz ilo yaxshi kunlarga nasib qilsin. Bazar sovg'alaringiz yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda qaytsin deymiz. Davramizga mana shu kechamizning eng hurmatli mehmonlari
Katta hurmat, ehtirom ila. Katta hurmat, ehtirom ila taklif qilsak. Ya'ni Azamatjon bilan birgalikda necha yo'llarni birgalikda bosib o'tgani. Mana shunday elimizga, yurtimizga xizmat singani, el ardog'idagi insonlarni, mana shu san'atimiz ustunlarini, ajoyibgina ekran ortidagi barcha operatorlarni, ya'ni Erkin video studiyalarini, Azamatjonning barcha ustozlari, shogirdlari, mana shu operatorchilar bo'lsa, barchasini, yurtimizning barcha studiya yigitlarini davrimizga to'ylar muborak deya taklif qilamiz. To'yxonamizga to'ylar muborak deb tashrif buyurgan barcha studiya yigitlari, eng asosan Erkin video studiya barcha shogirdlari bilan davrimizga chiqamiz. Barcha ko'hnarganchimizga xizmati singan insonlar, barcha san'atkor oqlini, hofiz va raqqosalar ham kelsin. Erkino, xush kelibsiz deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Shogirdingizlar baxtli bo'lsin. Xudo xohlasa kelajakda xuddi siz kabi erga yurtga kerakli inson bo'lsin. Mana shunday Erkin video studiya dedingiz-ku. Mana shunday butun xalqimiz qalbidan joy qozondingiz. Xuddi mana shunday Xudo xohlasa butun yerga taniqli insonlardan biri bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Yorn studiya, Sulaymon studiya, hammangiz keling. Islom studiya. Qayerda studiya bor bo'lsa, hammangiz keling, iltimos. Azamat uka shagirdim baxtli bir umrga ota-onaga xizmat yur. Hamisha yutib og'zubchilikda yaxshi kun deb qatnashib. Baxtli ol. Bergilar tipaka xizmatda yuribdi bergi bolalar. Olar ham az gap edi hammasi gazaklashib. Xursand ke. Azamat, shagird baxtli. Ota-ona xizmat bersin. Azamatjon, hozirgina chaqirmoqchi edim. O'zingiz hurmat qilgan holda davramizga tushibsiz, ha? Salomat bo'ling. Azamat, shagird baxtli bo'l. Kelinganning oyog'i tushsin. Uyga yilmadan to'ydik keladi. Qo'shiqlarning qo'shig'ari. Azamat baxtli bo'l, xizmat bersin. Yunus ke. Yunus, Sulaymon ke. Azamat baxtli bo'linglar bir umrga. O'ynab kulib yashanglar hamisha. Bir umrga baxtli bo'ling. Azamat ukam baxtli bo'l. Qo'shilgan bilan qo'shiqlar. Baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l. Bek og'a, tabriklab qo'ying. Azamat baxtli uka. Kelin hayotini ota-onaga xizmat bersin. Bezi. Kelamiz. Altıным baxtli bo'l. Qani yigitlar, kelaverasiz endi. Azamat baxtli bo'l. Ota-onaga xizmat bersin. Azamat baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l. Azamat baxtli bo'l.
Azamatan baxtlı. Azamat abi baxtlı ol. Azamat bir ömürge baxtlı ol. Gapirdingizmi? Azamat baxtli ol. Barcha studiya yigitlarini esdalik fotosuratlarga taklif qilamiz. Mashhura to'y xizmatlari nomidan barchangizga ochiq taklif qilamiz.